allergiyasi borlarga uy sharoiti birodarlar, quloq soling va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Kitobdan olib, sinovdan o'tgan giyohni aytib o'taman. Allergiyasi bor insonlarga jo'natib qo'yasizlar. Quloq soling. Qizilmiya ildizining maydalangani birodarlar, manaman degan allergiyani ildizi bilan yo'qotib tashlaydigan xususiyatga ega birodarlar. Buni juda ko'pchilik deyarli hamma biladi. Yo'tal bo'ladimi yosh bolalarga, yosh kattalarga? Allergiyasi yo'tal bo'ladimi? Shamollashlar bo'ladimi? Bronxil astma bo'ladimi birodarlar? Allergiyaning necha xil turi bo'lsa, qat'iy nazar mana shu bilan kurashadigan xususiyatga ega birodarlar. Allergiyangiz bo'lsa, mana bir osh qoshiqni yarim litr qaynab turgan suvga, termosga damlaysiz. Yarim soat. Kun davomida iste'mol qiling. Xudo xolasa allergiyani umuman yo'qotib tashlaydigan xususiyatga ega. Korin salotga deydi ruschasiga. Birodarlar, qizil miya, shirin miya deydi. Sinovdan o'tgan kitobdan olib aytayapman. Xudo xolasa foydalanib ko'ring, yaxshi bo'ladi.